Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Nurobod Milliy bank binosida tadbirkorlar bilan uchrashyapmiz. Mahalla bankirlari va tadbirkorlar o'rtasida uchrashuvlar amalga oshiryapti. Bu ish tajribasiga asosan sizlarni qiynayotgan qanaqa masalalar, savollar bo'ladigan bo'lsa, o'sha savollarga javoblar berib o'tamiz. Marhamat, agar savollarınız bo'lsa agar shu savollar bo'ladigan bo'lsa yozma shaklda hozir xodimlar sizlarga uchrashib qoladi, o'zi nimalarni savollaringizni javoblarini berib kerakli tushunchalarni yetkazishadi. Rahmat.